Hop, mana hozir sal medagonimiz to'luvdi. To'kishni boshladik. To'kyapmiz mana. Hop, mana shu tayyor esa. Shu holatda uyga boramiz, podvalga qo'yamiz. Bo'ldi. Sotilaveradi, haligi qo'shadi, narsa qo'shib qo'yadi, unaqa u yolg'on narsa. Bo'lmagan narsa bu. Mana shu holatda buni bir suzamiz biz. Mana hozir ahamiyat bersangiz, qirqimlar tushyapti, arini uyalari tushyapti. Shunday narsalar tushyapti. Shuni biz olib borib dekadan bir o'tkazib suzib yuboramiz. Bo'ldi, shu bilan qoladi. Tabiat yaxshiligi uchun mana ochib tashlar ekan bu yerda. Hujum yo'q, asalari hech kim. Alloh ekan boshi rolda mana. Har asaliga olganda keladi. Kelib qarashib, aylanib ketadi. Asali yaxshi mana. Nima deysiz, bir fikringizni eshitdik-chi bir? Asali yaxshi mana, yaxshi bo'lyapmiz. Charchaganimiz yo'q. Aha, charchamayapsizmi o'zingiz? Asali toza nihoyatda. Quyuqligini qarang buni. Qo'yiqligi zo'r. Xudo xolasa mana. Qo'yiq. Dadamni bir suhbatini olaylik-chi. Omon dada. Bu hosilimizga nimalar deysiz, qani? Bir fikringizni eshitdik sizni ham. Boş ramkamız var mı Adilbek?